Nega yosh kuyovlarda jinsiy zaiflik ko'paymoqda? Bugungi kunda yoshlar orasida ham jinsiy zaiflik ko'paymoqda. Bunga quyidagi sabablarga e'tibor bering. Pornografiya. Bunday filmlar miyani noto'g'ri lazzatlanishga o'rgatadi. Haqiqiy turmushda bu holat jinsiy sovuqlik va sustlikka olib keladi. Onanizm. Doimiy onanizm jinsiy olatni kuchli bosimga o'rgatadi. Natijada tabiiy aloqa paytida to'liq lazzatlanish yo'qoladi. Chekish. Sigaret qon aylanishini buzadi va testosteronni kamaytiradi. Bu esa jinsiy zaiflikka olib keladi. Ichkilik va giyohvand moddalar. Ular faqat jinsiy emas, balki ruhiy salomatlikni ham buzadi. Stress va charchoq. Haddan tashqari ish, asabiylik va jinsiy kuchni pasaytiradi. Kelajakda siz eng yaxshi o'g'il, eng yaxshi turmush o'rtoq, eng yaxshi ota bo'lishingiz kerak. Chunki bu siz eng zo'ri bo'lishingiz kerak va bunga majbursiz ham. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.